Xonim, menga shunaqa jimjit vaqt nasib etsa. Mevami? Qatga ketmaysiz? Opajon, ketmayman. Meni xafa qilganlar. Nimaga xafa qilasan? Ey opa, qo'yvering, boshoru, suyuting kiring, olib keting uni tezroq. Yaxshi-ku, 3 saniya vaqt ketib qolaman. Men bilan to'g'ri gaplashing. Xafa bo'lsam, Xitoyga ketib boraman. Jonim ke. Bu narsa pishirib beraymi, kech qolib ketdik. Yo'q, qayerda yuribsizlar o'zi? Soat allamahal bo'lib ketdi-yu. Assalomu alaykum oyi. O'qishimdan chiquvdim bir bola keldi. Keyin menga o'tirdilar, urushib ketdilar. Hamma yog'ini qo'yib tashladi. O'zi ham ko'zim chiqib ketdi. O'zing ham ko'karganmisan bolani? Uchtili devoman, voyjon. Qarab turinglar, hozir vaqtga tushib olaman-da. Al-magazindagi ko'rsatib bor, o'sha bilan shashka shaxmat o'ynab o'tiraman. Voyjon! Ha. Nima deyaptilar, qarang. O'zlar bilan o'ynayman deyapti. Yo'q. Qiz dedilar, qiz. Asli o'ynamaganingizdan 17 dek qizlar bilan qizim. Manimcha bo'lmasa hozir boraman deb pastdagi cho'lda qo'ydim. Chollar ham bekor o'tiribdi, nima qilishini bilmayapti. Kutib o'tiribdi chollar. Kim yonimga tushar ekan, o'ynayman deb. Nima qilyapsiz? Bo'ynidan qara, anu uyda bor, magazin chiqarsin. Yashi narsalarni o'zi ko'tarib magazinga olib kiryapti. Seni qara, bitta baklashkani ham ko'tara olmaysan. Manchi, xohlasam hozir sizni o'sha yerga o'tiraman Lidaning yoniga.